Sizga tavsiya etamiz Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Xizmatlar sifatida Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov 24 soat TV kanali. Azizlar, men va'da bergan edim. Kecha yakshanba kuni avtomobil bozorlari narxini qo'ya olmaganligim sababi bizni o'zimiz mashina xarid qilish uchun bozorni aylanganimiz bo'ldi. Chunki bir ikkita mashinalarni ko'rganimizdan keyin ularni savdolashdik va ushbu savdolashgan paytimizda, ya'ni Spark avtomobili va yana qaysi avtomobil, Matiz avtomobilini narxlarini bildik va ushbu narxlarni sizga quruq bunday rasmlarni ko'rsatgan orqali emas, og'zaki va bozor ko'rgan inson sifatida sizlarga aytib o'tmoqchiman narx-navolarni. Azizlar, mana men hozir Spark avtomashinasini oldim. Mana Spark avtomashinasini sotib oldim va Spark avtomashinasi bu eng qizig'i bo'lsa kerak, baribir shunchaki bozorda turgani emas, sotib olingan narxi, to'g'rimi? Shuning uchun men sizlarga bu maqtanish emas, agar maqtanyapsan, nima qilyapsan deb yozganlar bo'lsa, umuman katta xato qilgan bo'ladi. Sababi men maqtanish emas, men nima desam, shu hayotimdagi bo'layotgan voqealarni sizlar bilan bo'lishaman, qiziqarlilarini va sizlarga qiziq bo'ladigan. Chunki ko'pchilik hozir chet ellarda yoki shu vatanimizda ishlab yurib, mashina olmoqchi bo'lyapti. Mashina olishni narxi birinchi qimmat aytilyapti va natijada qancha naqd pulga berishyapti avtomobilni degan savol tug'iladi va ushbu savolni bugun men avtomobilni sotib olganimdan keyin hech qanday aldovsiz, mana bir xil odamlar bo'ladi, mana bunchaga oldim, arzonroq oladi, qimmat aytib o'tiradi. Shunchaga oldim. Menda unaqasi bo'lmaydi, xavotirlanmanglar. Haqiqiy narxini aytib o'taman Sparkni. Men bozor tomosha qildim. Bozorda Sparklarning narxi 60 milliongacha. Yangi Sparklarning narxi 60 milliongacha, boshlanish narxi esa 45 milliondan. 45 milliondan 60 milliongacha mashinalar narxini aytib o'tirishibdi bozorda. Endi 45 millionga 2010-yilligi ham bor, 2012-yilligi ham bor, 2014-yil Spark ham bor. 60 millionga 2015, 2016 va yoshga to'layotgan Sparklar bor. Bu narsa dollar kursi 760 bo'lgan paytda yuz berdi. Men avtomobilni sotib olgan kunim shunaqa narxda edi. Va mana bu 45 million so'mlik avtomobilni Sparkni men qidira boshladim. Birinchi o'zi fikrim Matiz olish edi va negadir fikrim o'zgarib Sparkka o'tib qoldim. Chunki Spark anchagina qulaylik jihatdan juda ham zamonaviy va juda ham qulay avtomobillardan biri. Shuning uchun men Sparkka o'tdim. Matizlar narxi yangisi 40 million shunaqa narxda turibdi bozorda, qora bozorda. Xo'p. Minilganlari 24, 22, 20 millionga ham bor Matizlarni. 25 millionga yaxshi Matiz olib ketishdi. 2012-yil bitta yaxshi Matizchani 25 millionga olib chiqib ketishdi bozordan. Xo'p, azizlar, mana hozir men Spark haqida gapirib bermoqchi edim. Sparkni aytib o'tadigan bo'lsam sizlarga. Sparkning nomdori qo'yib gapiray. Sparkning eshigi endi o'zim yana ham yaxshiroq eshitiladi. Xo'p, Sparkning narxi mamnundoq bo'ldi. Spark xullas bozorga chiqdik. 45 million so'mga Sparklarni ko'rdik. Bitta Spark ko'rdim, 2015 ekan. 2015-yil Spark narxi 41 millionmi, 42 million so'm deb turishibdi. Ranglangan, mana mashina kelib shoxlarning tagiga kirib ketib qolgan. Shoxlarning tagiga kirgan payt kuzov qirilgan. Tepasi, biqinlari yarmigacha qirilgan va buni kraska qilishgan avtomashinani. Avtomashinani kraska qilishgan, mashinaning texnik holati juda ham zo'r, lekin shunchaki qirilganligi uchun ranglangan. Ranglangandan keyin men aytdim, aka, men buni sotish uchun olayotganim yo'q, o'zim minaman. Menga shu tashqi kuzov rangi emas, asosiysi yurishi, o'zim tutishi muhimroq. Menga arzon qilib bering, men mashinangizni olaman dedim. Keyin xo'p, kelishtirib beramiz. Men aytdim, 35 million beraman mashinangizga dedim. 35 million beraman dedim. Yo'q, 35 millionlik mashina emas, bu 2015, 2016 shunaqa edi narxi. Metan qo'yilgan, u yoq bu yoq gapni bunaqa qildi. Endi bozor-ku, bozorda hammasi mana bunaqa pastdan kelib tepaga chiqadi. 35 million beraman dedim, yo'q, 35 millionga rozi bo'lishmadi. Va 35 million rozi bo'lishmadi, menga 38 million so'rashdi. 38 million olmadimda bozorda tomosha qilish uchun atrofga yana bordim. Chunki aytishadi, baribir har bir narsani olishingdan oldin sotishingni o'yla bunaqa narsalarni, chunki pulli narsa. Endi to'g'ri, men buni minish uchun olyapman, baribir bir kun vaqt keladi, buni ham almashtirishga to'g'ri keladi, almashtirgan payt qiynalmagin deb. Xo'p, shu ma'noda menga yonimdagi tanish-bilishlar, shu bozorga chiqqanda maslahatchilar shunaqa fikr berishdi va men boshqa Sparklarni ko'rishni boshladim. Yana bitta Spark oldimizdan chiqib qoldi. Yili 2012 Prostoy Spark edi, 42 million so'm deb turishibdi uni ham. Bo'ladigani 38,5 millionga bermadik, mayli sizga o'sha narxga beraman deb turibdi. Metani bor.
Prostoy, g'irt prostoy, faqat ruli, gidrovilka. 8 millionga olmagan narximga beraman. Men aytdim, mashinani u yoqdan bu yoqdan qaradim, bir ikkita joylari qirilgan, kraska bo'lgan joychalari bor. Men aytdim 35 million beraman. Yana bunisiga ham 35 million beraman. Bu prostoy edi-da, bu Sparkcha prostoyligi uchun menga unchalik ham ko'nglimdan chiqmadi, chunki yoz issig'ida konditsioner bo'lsa, endi misol uchun shuncha pul beryapmiz, yana ozgina 1-2 milliondan qochmasdan turib konditsionerlik olsak, men bundan yozda issig'ida Saratonda mana ko'chani qarang qanaqa isib yotibdi. Saratonda men buni bemalol o'tira olmaysiz-da. Shuning uchun boshqalarni ko'raylik dedik. Boshqasini ko'rsak, yonida 2014-yil Spark turibdi. Metan gaz qo'yilmagan, toza deyapti. Idealni mashincha deganligi sababli o'ynalarni ko'tarib qo'y. Bilan ko'tarib shamol kiryapti. Idealni mashinchalik, tashqi ko'rinishdan ham chiroyli polirovka qilganman, endi nima qilgan uni. Xo'p aka, yuring olib chiqaylik, minib ko'raylik dedim. Keyin yonimdagilar aytishdiki, bu eski motorda nima qilasan? Bilmadim, kimlardir buni ajratishyapti, eski motor, yangi motor deb. Shuning uchun eski bularni quloq solimda bitta yonimizdagi sherikda u aytdiki, mana bu yerda dedi 2013 Spark bor dedi, 40 millionda o'tiribdi, sen kelishtirgan. Bozor oxirlayapti, menga arzon variant topib berishyapti. 45 million deb turgan Sparklar menga 40 millionga topib berishyapti. Shuna bordim, Sparkchani ko'rdim, yangi motor, lekin prostoy, g'irt prostoy ham. Faqat gidrovilkasi bor, metani bor. Yo'q, metan emas, propanida u. Propani bor, 2012-2013 edi menimcha yili. Keyin uni menga maqtashdi, bu yo'q zo'r, bu yo'q zo'r, bu yo'q zo'r. Men aytdim, rostdanmi, yaxshimi? Narxini kelishaylik, qancha? 35 million. Unga hammaga 35 million taklif qildik, to'g'risi. Xo'p, endi past narxda aytsangiz o'zining narxiga keladi-da bu narsa. Keyin tortishdik, bu yoq qildik, bu yoq qildik, 38 millionga adashmasam kelishdik u mashinani. Men aytdim, haydang qani bir olib borib ustaga ko'rsataylik, yurishini ko'raylik mashinani. Men rulga o'tiringiz dedim. Men aytdim, birov mashinasini rulga o'tirmayman, chunki palakat bu, bir nima bo'lishini xohlamayman yo'l ko'chada ko'yda. Haydab ketyapti mashina. Rostdan ichki jihatdan toza chiroyliga o'xshaydi, lekin yo'lda yurgan payt daq degan tovushlari chiqibdi. Chunki men Spark o'rtog'im Spark bor edi, u bilan yurganimizda shayib ketaveradi, yumshoqqina, tovush yo'q hech qana. Bu hup deyapti, duqqa uryapti. Men aytdim, aka, buni nimalar charchagan. Xo'p, u ham hech narsa emas. Keyin nima borsak, guloshtili ham olgan, u qilingan, bu qilingan. Xullas yo'qmadi. Men aytdim, 50 ming berib qo'lliya bozordan olib chiqqandik mashinani. Men aytdim, aka, o'sha 50 ming sizga, lekin men mashinangizni olmayman dedim-da, mashinani qaytarib shuna bozorga keldik. 2014-yilgi bu oq Sparkni eski motor bo'lsa ham minib ko'rishga qaror qildik. Xullas uni ham minib ko'rdik. Uni minib ko'rganimizda hamma yoq zo'r, yurishlari, hadovoylari, hamma gup o'tsalari, hamma yoq amortizatorlari zo'r, lekin ana bu skoriga o'tkarganda mana bu skoriga o'tkarganda daq qirt qilib o'tyapti. Qanaqadir ovozi tiniq emas, qirtillab o'tyapti. Keyin uni ham qaytardik. Men aytdim, aka, buni bo'lmaydi, Spark shuni ham biladi. Uni ham qaytardik. Keyin qaytargandik, bozorda oxirrog'i bilan bitta mana shu vozolga mashinam turibdi. Narxini so'rasa 45 million dedim uni. Men aytdim, 40 million beraman Sparkcha. Umuman kraska bo'lgan joyi yo'q. Polni lyuks, 2012-yil, metan qo'yilmagan, gaz qo'yilmagan. Tiniq minilgan mashincha, mana ko'rsatishim mumkin. Ichki tomondan mana. Hammasi tiniq, toza, hamma yo'q ishlaydi. Konditsioner, oyna ko'taradiganlari ham bor, mana 4 ta oyna ko'taradigani bor. 4 ta oyna ko'taradigani bor. Mana bokovoylar nimadan regrovka qilinadi? Mana bu ikkita bokovoy regrovka qilinadigan joylari. Xullas imkoniyatlari juda ham ko'p oddiyga nisbatan. Keyin uni kelishlikda umumiy 43 millionga kelishdik. 43 millionga kelishdik va buni o'sha payt kursi bilan maydalaganimizda 5700 bo'ldi. 5600 menimcha shunaqa bo'ldi. 1 million shundan oshib qoldi. 5700 maydaladik, 1 million 900 ming so'm oshib qoldi. To'g'ri. 5700 maydaladik, 1 million oshib qoldi. Gidata 150 dollar oshib qolgan bo'lsa, demak 5 million 550 ming so'm tushibdi bizga bu avtomobil. Hozir men sizlarga buni tashqi tomondan ko'rsataman. O'zingiz baho berasizlar.
shou biznes olami